tashlab keldimda. Esdalik deydi. Shogirdlarim bilan shunaqa kulgili, qiziqarli voqea bo'lgan. Endi har bitta ayol haydayotgan mashinasida orqasida menda endi tuflili turadida. O'sha kuni men tuflimni bagajga solmaganman-da, salonda qolgan, orqa sideniyada qolgan. Xullas, ishdan chiqqandan keyin ikkita shogirdim bor. Har doim shu Qibrayda yashashadi-da, birga ketishadi. Madina degan qizim shu Otabek birga o'tirdik, ketib-olamiz. Ularni metroda qoldiramiz. Xullas, Madina bilan Otabek tushirdik. Keyin bir mahal xotin endi ozgina yurdik, mashina nimadandir o'tdi-da. Tushunmadim nima bo'lganini, bulaydilar, bildinglar nimanidir bosdik. Shunaqa bo'lsa kerak deb qo'ya qoldim. Ozgina yurdik, keyin bir mahal telefon jiringlayapti. Meniki telefon qilgan Madina kulyapti, gapira olmayapti-da. Shahlopa tufligingizni deydi, tepib yuborimman, tushirib yuborimman, mashina bosib o'tdi dedi. Bo'pti, boplabsan dedim, tashlab yuborib qo'yaversam, yo'q, eng qizig'i tufligingizga hech narsa qilmagan deyapti-da. Ularni shu tufli solishga bir idishi ham bo'lmagan-da, yon sumkasi ham bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan. Keyin o'sha yerda korzinka qidirib, korzinkaga kirib, korzinkadan podarочный paket olib, shuni ichiga solib, ertasi kuni meni o'zimga qaytarib olib berishganda. Shu tuflimni men Pragaga borganimda, Chexiyaga borganimda tashlab keldimda. Esdalik deydi. Ular shunaqa holat bo'lgan.